Qazg'oq qachondan paydo bo'ldi? Qazg'on men sezganimga bir haftacha 10 kun bo'ldi. Nima o'zgaruvdi shu 1-2 oy ichida? Shampun o'zgardi. Shampun o'zgardi. Ha, o'sha yaxshi shampunim tugadi. Nilufaridan olgan shampunim. Pulim unaqa bo'lib qoldi. O'sha paytda shampunim ham tugab qoldi. Arzon shampun oldim-da, Sherzodga. Uni gap pochig'iga yozmayaptim bu Man ishqilib. to'g'risi bor-ku, yozyapman. Hammasini yozyapman. Pulim tugab qoldi, qo'yib olasiz. Yo'q, qo'yamiz. Qazg'og'ingiz muammosini yo'q qilib beramiz. Shunaqa mahsulot bor. Bosh terisini tarixini tozalab beradi-da. Yana dabdala shampun olib ishlatsangiz, yana qazg'oq paydo bo'lishi mumkin. Kuyib ketgani uchun biz hozir uxod parvarish qilib beramiz. Uxod mahsulotimiz ham bor. Yujnokoreyskiy bu yangi kirib kelgan. Natijasini ko'rib, o'zingiz baho berasiz. Yujna Koreyaning Ekostas firmasini uxodlardan foydalanamiz. Qazg'oq ketkazish uchun o'zini shampunida yuvib olamiz. Mana ko'rganingizdek katta qazg'oqlar g'oddayib chiqib kelishyapti. Bosh terisi uchun PPT uxod spreyini sepib olamiz. Spreyni boshga massaj bilan tarqatamiz. Komplektdagi soch tolasi uchun uxodimizni ham bir vaqtda surib olamiz. Endi esa ikkinchi qadam, o'rtoqlar, bu professional uxod bo'lib, faqat salonda qilinadi. Hurmatli hamkasblar, 7-aprel Jizzax shahrida, 8-aprel esa Samarqand shahrida xuddi shu uxodlar bo'yicha master-klass namoyishi bo'ladi. Undan tashqari mendan bitta chiroyli texnika va koloristika bilimlari bo'yicha dars o'taman. Mayli. Koreyskiy uxodni haqida o'zingizni fikringizni aytsangiz, sochingiz. Maylashdimi? Da, maylashdimi? Maylashdi. Haqiqiy ovqat qilib qoldim o'sha. Sochingiz yaltirayotganini